Mana mush Mehrem arpsıda şu Jetsu nahiyəsinin hakimiyyətinin təşəbbüsü bilan çoğ bir tarixi vaqiyanın quvvatçısı bolatmız. O bolsuma Қазақстан rekordlar kitabıga bizning milliy taomlarimizdan bo'lgan langmanni kirgizmoqchi. Onun bu nayt çoğ bir tarixiy vaqiya, chunki bu langmanning uzunligini hozircha 1 kilometr uzunluqda so'zimiz deb nishonga olgan. Lekin amaliyot ko'ryapmiz. Undan eshib ketgan turi bor. Iloyim shundoq bo'lsin. Yana bir diqqatga sazovor narsa, mana o'sha langmanni so'zlayotgan qizlarimizning orasida birmi kasbiy oshpaz yo'q. Şunun yüzü naydı bir çoğur menak iyiydi. Solaşqa şu neticelik boluşunu xalayımız, şunu tileyimiz. İlahim şu Kazakistan'ın rekordlar kitabıga kirse nur üstüge nur buldu. Bizdeki şu orunda dağmenli kandak sozuş gerek. Kaç metre çıktı? 1 kilometre dep bizge verdi. 1 kilometre çıkış için o asan emas. Şundaq bolsa mana etiyendim başlap mana hanım kızlar işleyaptı. Elbette kızlar hemisiga köp rahmetimni aytma. Hakimiyatının uyuşturucu bilen bizning Jetsu nahiyasındaki jigitbaşlары madaniyat merkezi birleşip rekord o'rnini atmoqchi. Lagman so'zishdan 1 kilometr lagman so'zimiz deb tayyorliklar bo'lyapti. Shuningga hamma bizning yurtdoshlar mahkam chiqib, daqqam shu ishlarni qo'lga ilishyapti. Mana mировой rekord deb qo'ydi ғой. Dunyo rekordini o'rnatmoqchi bizning Jetsu nahiyasidagi hokimimiz Lazat xonim boshliq, biz jigitbaşlары Jetsu nahiyasining jigitbashi, kulturniy sentriniki xonim qizlari hamsi bir bo'lib ishlarni boshlab Mana biz bugun Jetsu rayonining xonim qizlari bugun kunda mana rekord ko'kityapmiz. U bo'lsa Qozog'iston rekordining kitobiga yozildi deb o'ylayapmiz. 1 kilometr aşıdık, yani Xudayim bir unuttum aşıdık. Şunun bilen bugünkü günde mana her 1 may bayrami hem kelavatgan 9 may bayrami veteranlarımız az bo'ldi. Şu bayramdagi beg'ishlab shu uyushtiryapmiz. Bugun bir nəhayət yaxşı xoşal gün. Mana biz bugun Jetsu nahiyasi Almut şəhərində Aynabulaq jutida yig'ilib o'tiryapmiz. Meyada bir cho'ng bayram o'tkinyapti. Eng uzun lagman so'z talabdan. Va ashni rekord Ginnes'a kitobga kirgizmoqchimiz. Shunga biz hozir guvoch bo'lyapmiz. Meyada hamma jut jamoat hakimiyatniki nisi bilan uyushtiryapti. Jetsu nahiyani hakimiyat uyushtirishi bilan shu bayram bo'lyapti. Дамы и господа, уважаемые друзья, сегодня вот праздник, накануне праздника мы обновили. Баршаларыңызды қадамдармен қарсы